Quyidagi shaklda 8 plus 2 barobar 10. To'g'rimi? Ya'ni 10 mana 8 va 2 ning yig'indisiga teng. To'g'rimi? Endi biz q bilan r ni topib nima qilishimiz kerak? Ularni ko'paytirishimiz kerak. Chunki ko'paytmasini so'rayapti. Xo'p, birinchi navbatda p ni topish uchun nima qilamiz? Xo'p. Demak, p ni topish uchun 110 dan 41 ni ayiramiz. To'g'rimi? 10 dan 1 ayirsak 9, 69. Xo'p, ana endi ikkinchi qiladigan ishimiz, demak, q ni topish uchun 41 dan 32 ni ayiramiz. Albatta 9. Keyin r ni topish uchun p dan, ya'ni 69 dan 61 ni ayiramiz. Bu 8. Shunda q ko'paytirilgan r barobar 9 ko'paytirilgan 8 72. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Tushunarlimi? Yozishga hali imkon beraman. Ikkinchi savol. Men deyapti, bozordan 40 ta bir xil yoshdagi qo'y olib keldim. Bu qo'ylar deyapti 2 oydan so'ng bitidan bolalaydi. Va bu hodisa har 2 oyda bo'ladi. Yangi tug'ilgan qo'y ham 4 oydan so'ng bolalaydi. Shunday qilib 6 oydan keyin meni jami nechta qo'y bo'ladi? Demak, to'g'rimi? Bundan tug'ilganlar B kategoriya, bu 40 ta deymiz, ha? Tug'ilganlar alohida qilib qo'yasiz, to'g'rimi? Xo'p, bu demak mana bunga necha oy bo'ldi? Mana bunga 2 oy bo'ldi. 2 oy. To'g'rimi? 2 oy bo'ldi. Endi yana 2 oydan keyin B kategoriyadan yana bitta nima tug'iladi? S kategoriya yana 40 ta tug'iladi. To'g'rimi? Mana bu 2 oydan keyin. To'g'rimi? Xo'p, bizga aytayapti, 4 oyda mana bu tug'ilganiga necha oy bo'ldi endi? 2 oy bo'ldi. To'g'rimi? Endi keyin qaranglar, yana 1 oydan keyin, yana 2 oydan keyin mana bundan D kategoriya tug'ilganda 2 oy o'tdimi? Mana bunda o'sha mana bu 4 oylik bu bo'ldi. To'g'rimi? 2 oy 2 oy. Demak, mana buni o'zi ham yana bitta tug'adi, B'larning o'zi. I kategoriya deyman, bu ham 40 ta. Nechta bo'ldi umumiy hisobda? 1 2 3 4 5. Demak, 40 ko'paytirilgan 5 javob 200 ta bo'ldi. To'g'ri javob bu yerda S javob bo'ladi. Tushuntira oldimmi, bolajonlar? Demak, A kategoriya 40 ta olib keluvdim. Undan B kategoriya tug'ildi 2 oydan keyin, yana 2 oydan keyin S kategoriya tug'ildi. Yana 2 oydan keyin D kategoriya tug'ilganda mana bular 4 oylik bo'ldimi? 4 oyda bularning o'zi ham bitidan bolalaganligi uchun 40 ta yana qo'shiladi. Shuni hisobiga 200 ta bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, ana endi 3-savol, tenglamani yeching degan. Demak, 18 ko'paytirilgan 3x qo'shilgan 15 ayrilgan 270 barobar 162. Xo'p, mana bu yerda ko'paytirish belgisi bor, lekin nima qilmaydi? Yozilmaydi deganman. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz 162 ga 270 ni qo'shib olamiz. Ungacha esa mana bu tenglikni yozib olamiz. 270 ni qo'shamiz. Shunda 18 ko'paytirilgan 3x qo'shilgan 15 barobar necha? 432. Endi 432 ni 18 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. 3x qo'shilgan 15 barobar 432 bo'lingan 18. 3x plus 15 barobar 43 ichida 2 ta bor 36, 72 ichida 4 ta bor 24 bo'ldi, to'g'rimi? Ana endicha 3x barobar 24 dan 15 ni ayiramiz. 3x barobar 9, x topish uchun 9 ni 3 ga bo'lamiz. X necha bo'ladi? 3 bo'ladi. 3 degan javob bizda A javobda berilgan. Tushunarlimi? Demak, ketma-ket ishlarni qildim. 4-savol. To'g'ri burchak berilgan bizga. Mana to'g'ri burchak, to'g'rimi? Yuzasi 560 cm kvadrat. To'g'rimi? Va uning bir tomoni 28 cm. Bizga aytayapti, mana shu to'g'ri burchakni perimetriga teng bo'lgan kvadrat. Ya'ni mana bu kvadrat berilgan va shu kvadratning yuzini toping deyapti. Demak, mana buni perimetri necha bo'lsa, kvadratning ham perimetri xuddi shunga teng. Xo'p, perimetr topishdan oldin birinchi nimani topishimiz kerak? Tomonni. Tomon topish uchun formula bor-da. S barobar A ko'paytirilgan B formula bordi. Ya'ni n ni bo'yiga ko'paytirsa 100 ga kelib chiqardi. Bizga n bor, 100 bor, bo'yini topadigan bo'lsak, 560 ni 28 ga bo'lamiz. Keling.
B teng 20 bo'ladi. To'g'rimi? B 20 bo'ldi. Hojiga ham berdingmi? Xo'p, endi perimetr topishni nima qilamiz? 20 ga qo'shamiz 28 ni ko'paytiramiz 2 ga. 20 ga 28 qo'shsak 48, 2 ga ko'paytirsak 96. Demak, buni ham perimetr 96 bo'lganligi uchun 96 ni nechiga bo'lamiz? Nima uchun? 4 tomon teng bo'lganligi uchun. Demak, 96 4 ga bo'lsa 20. Endi yuzani topishni nima qilamiz? 576. Bu demak qaysi javobda bor? C javobda berilgan. Tushuntira oldimmi? Beshinchi savol. Zooparkda 8 ta pingvinni bir hafta davomida boqish uchun jami 24 kilogramm ozuqa kerak bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, bitta pingvinni bir haftada boqish uchun 24 bo'lingan 8 3 kilogramm nima kerak? Ozuqa kerak. Xuddi shu zooparkda 4 ta dengiz mushugini deyapti. Demak, dengiz mushugi. Ko'rganmizmi? Tulen deydi, nima deydi? Dengiz mushugini boqish uchun 24 kilogramm kerak ekan. 4 tasiniki. Bittasini topamiz, ichi bo'ladi 6 kilogramm bo'ladi. To'g'rimi? Endi bizdan so'rayotgan narsa bir hafta 4 ta pingvin deyapti. 4 kira 3 va 8 ta dengiz mushugi. 12 qo'shilgan 48 jami qancha kerak bo'ladi? 60 kilogramm kerak bo'ladi. Bu javob A javobi berilgan. Tushuntira oldimmi? Kim tushunmadi? Yana bir marta tushuntiraman, qaranglar. 8 ta pingvinga, mana yuqorida aytib qo'ygan, 8 ta pingvinga bir haftada 24 kilogramm ozuqa kerak bo'lsa, bitta pingvinga qancha kerak bo'ladi? 3 kilogramm. 4 ta dengiz mushugiga 24 kilogramm ozuqa kerak bo'lsa, bir haftada bittasiga 6 kilogramm. Va bizga aytyapti 4 ta pingvin, 4 kira 3 va 8 ta dengiz mushugi, 8 kira 6. Buni hammasini qo'ysak 60 kilogramm bo'ladi. Tushundinglar-a? 6-chi savol. 3 ta quti bor ekan. Uchalasini qo'ysak, bizga qutining og'irligi qancha bo'ladi desa, rasmga yaxshi qarasanglar 2 bilan 3 ning o'rtasi. Ha? 2500 gramm deymiz, ha? Chunki 2,5 kilogramm bu 2500 gramm. Birinchi quti 850, ikkinchi quti 225, uchinchisini toping deyapti. Xo'p, avval 850 ga 225 ni qo'shamiz. 5 7 1075. 2500 dan 1075 ni ayirsak 1425. Sa javob bo'ladi. Kimda xato savol? Olganmisizlar hamma javoblar orqasini? 7-chi savol. Sehrli kvadratda ustun, qator va diagonallardagi sonlar yig'indisi bir xil songa teng debdi. To'g'rimi? 7 ni kim xato qilgan? Xo'p, qara uka. Mana bu 4, mana bu 2, mana bu 7, mana bu 6. Mana bu bizga noma'lum. To'g'rimi? Demak, diagonal degani mana bunaqasi. Mana bu ham diagonal. Mana bu ustun. Bunaqasi nima? Qator. Hammasi teng bo'ladi deyapti. 2 ga 7 ni qo'shsang 9, 9 ga 6 15. Demak, hamma tomon 15 bo'lishi uchun mana bu tomon nima bo'ladi? 5 bo'ladi. Chunki 4 ga 5 bo'ling 9, 9 ga 6 15. Endi mana bunaqasi ham 15 bo'lishi uchun 2 ga 5 7 mi? 15 dan 7 ayrsang x'imiz necha bo'lar ekan? 8. Bu B javobda berilgan. Tushuntira oldimmi? 8-chi savol. Buyuk Misr firavni yashab o'tgan yillar SM, demak M X S degani 100, M degani 1000. Lekin S oldin kelganligi uchun 1000 dan 100 da 900 dan 900 bu 90 yo'q hali. 1000
18-yilgacha. Chunki mana bu 18. 1018. Bu A javobda berilgan. Tushuntira oldimmi? Kim tushunmadi? X va 3. Kimda xato? Raqamlar yodlab qo'ying, chunki ertaga imtihon tushadi. 9. Robiya deyapti, og'irligi 3 kilogramm bo'lgan buyumni jo'natish uchun pochtaga 120 so'm sarfladi. Keyingi hafta u og'irligi 4 kilogramm buyumni jo'natish uchun esa 140 so'm to'lashni bildi. Chunki buyumlarni yetkazib beruvchi tashkilot buyumning birinchi kilogrammi uchun alohida, undan oshgan har bir 100 gramm uchun ma'lum miqdordagi pul oladi. Og'irligi 1 kilogramm bo'lgan buyumning shu kompaniya orqali jo'natilishi mijozlarga qanchaga tushadi? Xo'p, demak diqqat qilamiz. 3 kilogrammni demak ikki qismga bo'lar ekanmiz. 1 kilogramm hamda 2 kilogramm. 2 kilogrammni men grammga aylantirib olaman. Xo'p, endi 1 kilogramm uchun biz alohida summa to'lar ekanmiz, ya'ni x so'm. To'g'rimi? 2000 grammni har 100 grammiga y so'mdan to'lar ekanmiz. Har 100 grammi. 2000 ichida nechta yuzlik bor? 20 ta. 20 ta biz y so'mdan to'laymiz. Qanchadan? Ya'ni har 100 gramm y so'm bo'lsin. Unda xuddi shunday 4 kilogrammni ham 2 ga bo'la olamiz. 1 kilogrammi x so'm, 3 kilogrammi, buni men 3000 gramm deyman. To'g'rimi? 3000 grammni esa biz x so'm bo'ladi bu ham. Mana bu esa 30. 3000 ni 100 ga bo'lsak 30 y so'm bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi nima tuzamiz? Sistema tuzamiz. Ya'ni x qo'shilgan 20 y-imiz 120 so'm, x qo'shilgan 30 y-imiz 140 so'm. Ayiraveramiz, to'g'rimi? X da yo'qolib ketadi. 30 dan 20 ga ayirsak 10 y. Ya'ni har 100 gramm uchun 2 so'mdan keling. To'g'rimi? Endi x topish uchun xohlagan tengligimizga yuborib qo'yamiz. Men yuqoridaga yuborib qo'ymoqchiman. 20 ko'paytirilgan 2 teng 120 bo'lsa, 20 kira 2. 20 kira 2 necha? Birinchi o'rtada 40. X teng 120 dan 40 ni ayirsak 80 so'm bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Metr masofaga yugurdi. Kamol marraga 13 sekundda keldi deyapti. Demak, Kamol necha sekundda kelibdi? 13. Xo'p, Jamshid marraga Kamoldan 5 sekund oldin keldi deyapti. 5 sekund oldin degani u demak kamroq vaqt sarfladi, to'g'rimi? 8 sekund. Va Hasan marraga Jamshiddan 3 sekund keyin keldi. 3 sekund keyin keldi desa 8 ga 3 nima qilamiz? Qo'shamiz. Shunda 11. To'g'ri javob. Qaysi javob bo'ladi? Kimda xato savol? Yo'qmi? 11-savolimda. 11-savol quyidagicha. 11 savolda ham xato qilganlar bor oramizda. A soni D sonidan 3 marta katta, B soni C sonidan 25 ga kichik, D soni B sonidan 15 ga katta. Agar C soni 90 ga teng bo'lsa, A soni nechaga teng? Xo'p, bolajonlar, birinchi masala ishlatganda birinchi masalani oxirigacha o'qib oling. Sizga nima ma'lum? C ma'lum. Endi C ma'lum bo'lsa, C ga bog'langan gap topishingiz kerak. C ga nima bog'langan deylik mana? B soni C sonidan 25 ga kichik. Qaysi kichik? B kichik. Demak, B ni topish uchun 90 dan 25 nima qilasiz? Ayirasiz. Necha bo'ladi? 65. Endi B ga bog'langan son qaysi? D. D soni B sonidan 15 ga katta. Demak, D soni 80. Endi D ga bog'liq bo'lgan narsa A. A soni D sonidan 3 marta katta. Kimda xato savol? To'g'rimi? Xo'p, 12-savol. 12 ko'pchilik xato qilgan. Ali, Sardor va Bobur har biri 1 dan 15 gacha natural sonlarga ega 15 ta kartani bo'lishadi.
Ali olingan kartochkalar sonlari yig'indisi Bobur olingan kartochkalar sonlari yig'indisi 3/2 qismiga teng va Sardor olingan kartalardagi sonlar yig'indisi 2 barobar ko'p. Bunga ko'ra Bobur sotib olgan kartadagi eng kichik raqam qancha bo'lishi mumkin? Xo'p, 15 ta kartani teng 3 dan bo'lib olsa 5 dan tushadi, to'g'rimi? Ali, Bobur, Sardor. Sardorda x deyman. Tushunyapsiz? Sardorda x deyman. Nima uchun? Chunki Alida Sardordan necha marta? 2 marta ko'p. 2x, to'g'rimi? Va Boburdagi kartochkalarning 3 dan 2 qismiga teng. Ya'ni 2ximiz bu Boburning 3 dan 2 qismiga teng. 3 dan 2 qismi 2 bo'lgan sonni topishni nima qilamiz? 2 ni 2 ga bo'lib 3 ga. Demak, mana bu 3x bo'ladi shunda. Tushundira oldimmi? Endi hammasini qo'shganimizda 1 dan 15 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi chiqishi kerak. 1 dan 15 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 120 ga teng. Men sizlarga buni oson usulda o'rgatgan edimki, katta songa kichigini qo'shib, necha son bo'lsa shunga ko'paytirib 2 ga bo'lasiz deganim, to'g'rimi? 15 ga 1 16, 16 ni 15 ga ko'paytirasiz 240, 2 ga bo'lsangiz 120 deganim. Endi nima qilamiz? Tenglamani ishlaymiz. 2x ga 3x qo'shamiz. 1x qo'shsak 6x. 6x teng 120 bo'lsa x teng necha? Demak, Sardorda 20 bo'lgan, Boburda 60 bo'lgan, Alida 40 bo'lgan. Endi bolajonlar 5 ta sonni qo'shib 60 chiqarishimiz kerak, chunki bizga Boburdagi eng kichik raqam so'rayapti. On uch, 12, 25, 25 ga 15. Necha? 40, 60. Xo'p, bu yerda necha qoladi shunda? 5, 7, 8, 9, 10. Hasan 13-savol. Mening nevaralarim Davron va Bahodir dushanba kunidan tashqari, juma kuni meni hech qachon kelishmaydi, lekin haftasiga kamida 5 va ba'zida 6 marta kelishadi. Xo'p, Davron har kelganda 2 ta pechenye yeydi, ba'zida 3 ta. Bahodir esa har doim kelganda 4 ta pechenye yeydi. Bugun dushanba mening uyimda atigi 12 ta pechenye bor. Kelayotgan 2 hafta davomida pechenye umuman tugab qolmasligi uchun men eng kamida qancha pechenye sotib olishim kerak? Eng kamida desa, qarang, shundan keldi, Davron keldi, 2 ta pechenye yerdi-ku, lekin haftasiga aytaylik, yo'q, haftasi deyman. Demak, 5 yoki 6 marta keladi-ku, biz 6 marta keladi deb olamiz uni. Va Davron har kelganda 2 ta pechenye emas, 3 ta pechenye yeydi deymiz. Anavi esachi 4 ta pechenye yeydi deymiz. Nechta? 4 ta pechenye yeydi deymiz. Shunda 6 kira 7, 42 ta pechenye bu 1 haftaga, to'g'rimi? 2 haftada esa qancha bo'ladi bu? 84 ta. To'g'rimi? Menda 12 ta bor. Shuning uchun 84 dan 12 ni ayrsam 72 ta nima qilishim kerak? Sotib olishim kerak. Tushuntira oldimmi? To'g'ri javob S javob bo'ladi. Kim tushunmadi? Aniq. Xato qilganmisiz? Yana qayta tushuntiraman, qarang. Haftada kamida 5 yoki 6 marta kelsa, biz 6 marta keladi deb olamiz. Chunki 6 marta kelib qolishi mumkin-ku. Va har kelganda Davron o'zi 2 ta pechenye yeyishi mumkin yoki 3 ta. Biz 3 tani olamiz. Chunki yetmay qolmasligi kerak-da. Bahodir 4 ta yeydi. Qo'ysa 7 ta, 6 kira 40 ta kerak 1 haftaga. 2 haftaga bu qancha bo'ladi? Bizda 12 ta bor. Demak, nechta olishimiz kerak? 72 ta. Xo'p, 14-savol. Farida gilam do'koniga bordi va 219 dollardan 2 ta gilam va 140 dollarga gilam uchun taklif sotib oldi. Demak, 219 ni 2 ga ko'paytiramiz. Bu 598. 598 ga qo'shamiz nechini? 140 ni. 8, 9 ga to'g'ri qo'shsak 13 bir dilda, 5 ga 6, 738, to'g'rimi? Endi 738 dollarni 6 dan 1 qismini to'ladi. 6 dan 1 qismini to'lasa u qancha bo'ladi? 73-da, to 7-da bitta bor. 13-da 2 ta bor. 18-da 3 ta bor.
$123 turadi, to'g'rimi? Endi 738 dan ayiramiz 123 ni. 615 dollar pul qoldi, to'g'rimi? Mana shu pulni endi 12 oyga bo'lib to'lamoqchi. 615 ni 12 ga nima qilamiz? 61-da nechta bor? 15-chi? 3 qoldi. Endi qoldi-ku ustoz. Demanglar 51.25. Ko'ryapsizmi? 0 tushirasizda, berib tushirasiz, kimga 0 berasiz? 2 ta bor. 60-da 4 ta bor, 5 ta bor. Shunda 51.25 bu S javobda berilgan. Kimda xato? Tushundingizmi hozir? Qayta tushuntiraman yana bir marta. Qarang. 219 dollardan 2 ta demak, gilam 598 va 140 dollarga gilam uchun taglik. Qolgan shu summani 6dan 1 qismini beryapti. Qolgan summani esa 12 oyga bo'lib to'lab beryapti. Oyma-oy 51.25 dan tushadi. Nega har bir gilam Nima uchun? har bir gilam uchun taglik. Yo'q, har bir gilam uchun demadim. Ikkinchi so'ragan. So'rash kerak emas-da. Men ham bilmayman-ku. Imtihonga oldingiz qo'ymayman-ku. To'g'rimi? Bu yerda bittasi aytaysizlarga bolajonlar, haqiqiy imtihonda ham sizni oldingizda kuzatuvchilar bo'ladi. Kim bo'ladi? Kuzatuvchilar. Kuzatuvchilar biror bir maktabdan yoki biror bir korxonadan olib kelinadi. Ular oddiy ishchi bo'ladi yoki o'qituvchi bo'ladi. Ular ham matematikani bilishi mumkin, bilmasligi ham mumkin. Va siz ulardan so'raysiz, "To'xtang, mana bu savol xato ketib qolibdi" desangiz, ular bunday qaraydi-da, "Yo'q, savol to'g'ri" deydi. Yoki xato bo'lsa, "Balkim xatodir-da" deb qo'yadi. Mana bu joy mana bunaqa deyilganmi? Siz, "Ha, shunaqa deyilgan" deb qo'yadi. Ya'ni sizga chunki ular kuzatuvchi. Ular sizga prosta shunchaki yo'nalish beradi xolos. Ularning gapi to'g'ri degani emas. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun o'zingiz o'qib, o'zingiz tushunishingiz kerak. Menda ham xuddi shunday bo'lgan. Xo'p, 15. Ali deyapti, 23 ta qutiga 6 tadan olma solsa, demak 23 kira 6 18 bir dilda 138, to'g'rimi? 3 ta olma ortib qoladi. Demak 141 ta olma bor. Agar uni 3 dan qutiga solsak deyapti, har bir nechadan? 3 tadan solsak. Qancha kerak bo'ladi quti deyapti? Demak 47 ta quti kerak bo'ladi. To'g'ri javob S javob bo'ladi. Mana shu xato qilganlar bormi? o'n olti. Aziz bitta daftar va bitta ruchka keryapti. Daftar va ruchka, qaranglar, sistema tuzamiz. Daftar va ruchka qancha ekan? 11 ming so'm. Komila deyapti, bitta daftar va ikkita ruchka. Ya'ni daftar plus ikkita ruchka, 2R deb qo'yaman. Bu qancha ekan? 1500. Endi aytyapti, daftarda qanchaga oldi deyapti. Ayiraversak, daftarlar qisqarib ketadi-da, ikkita ruchkadan bitta ruchkani ayirsak. Bitta ruchka 3500. Endi daftar topish uchun mana bu yoqqa borib qo'yaman. 11 mingdan 3500 ayirsam, kimda xato? Qaysi javob qilgansan? Hozir bo'yab qo'ymadim ish qilib. Hozir bo'yab qo'ymadim. 17-savolda xatolik bor edi, javoblar yo'q edi. To'g'ri javob 40 ming edi. Tushuntiraman, lekin savol xato emas, faqat javob yo'q. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba. Bizga aytayaptiki,
Har ish kuni dushanba jumaga 2000 so'm yig'adi. Shanba va yakshanba kunlari 5000 so'mdan. Agar juma kunida 6 raqam qatnashgan bo'lsa, o'sha kuni pul yig'maydi. Bugun 14-sentyabr, seshanba. Shu sentyabr oyi 14 hisoblaganda hozirgacha deyish kerak edi. Qancha pul yiqqan degan, to'g'rimi? Mana bu 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juma kunida 6 raqami yo'q. Demak, endi kunlarni sanaymizmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kun davomida 2000 so'mdan yig'adi. Bu 20 ming bo'ladi. 6 raqami juma kunida bo'lsa hisobga olib qo'yadi. Lekin 6 raqami juma kunida yo'q-ku. Mana. Agar juma kuni sanasida 6 raqami bo'lsa, bu dushanba kuniga yozilyapti. Tushundingizmi? Va shanba yakshanba kunlari 1, 2, 3, 4 ta borligi uchun 4 kira 5000 20 ming. Jami qancha bo'ladi? Jami 40 ming so'm. Lekin to'g'ri javob yo'q, shuning uchun hammaga to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, 18 ni hamma qarasin. Men sizga aytganman, shaklli perimetrni topish uchun vertikal va gorizontal chiziqlarni aniqlang deganman, qo'shib chiqing deganman, to'g'rimi? Shoh so'roq. Mana bu yoq 8 mi? Mana bu va mana bu ham bo'ladi. 8 bo'ladi. Demak, 8 imiz necha? 16. Tepa mana bu va mana buni yig'indisi 12 bo'lsa, pastda ham xuddi shunaqa bo'ladi. 2 ta 12 necha bo'ladi? 24. Endi diqqat qiling, mana bu yerda 2 ta 2 sm bor, to'g'rimi? 2 ta 2 ni qo'shsangiz necha bo'ladi? 4. Undan tashqari 1, 2, 3, 4 da 1,5 dan. 1,5 qayerdan kelib chiqdi? 8 dan 5 tashlab 3 mi? Shu teng 2 ga bo'lsam 1,5 dan. Tushunyapsiz? Mana bu ikkalasi 1,5, 5 ni qo'shsangiz 8 bo'ladi общий. Shuning uchun 1,5 dan bo'lganligi uchun 1, 2, 3, 4 ta 1,5 6. Hammasini qo'shamiz 40, 50 bo'ladi. To'g'ri javob D javob ekan. Tushundira oldimmi? Ana endi IQ testlar, Al-Xorazmiy maktabida tushadigan savol turkumiga kiradi. IQ testlar. 5 kara 4 20, 3 kara 2 6, ayirsangiz 14. 9 kara 5 45, 6 kara 7 42, ayirsangiz 3. 12 kara 8 96, 9 kara 7 63, ayirsangiz 33. Shunda xato? Tushundingizmi xatoingizni? 20 ham juda oddiy. 6 ga ko'payapti, 5 ga ko'payapti, 7 ga ko'payapti. 6 ga ko'paytirsangiz 30, 5 ga ko'paytirsangiz 25, 7 ga ko'paytirsangiz 35. Yana 6 ga ko'payapti, 5 ga 7 ga. 6 ga ko'paytirsangiz 78, 13 ni 5 ga ko'paytirsangiz 65, ya'ni A 65 bo'ladi. Va 7 ga ko'paytirsangiz B 91 bo'ladi. 13 kira 7. Endi 91 dan 65 ni ayirsangiz 26. Bunga bular amaliyotdan to'g'ri keladi. 12 dan 2 ni ayirsak, 12 ga 2 ni qo'shsak, 30 dan 5 ni ayirsak, 21. Kinoda 5 bola navbatda turibdi, to'g'rimi? Yo'lining orqasida faqat bitta bola bor. Demak, yo'li nechinchi o'rinda? Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta bola turibdi. Demak, yo'li 4-o'rinda. Xo'p, Maya kinoga birinchi o'rin keldi. Birinchi o'rinda kim ekan? Maya. Stan esa u yerda oxirgi kelgan edi. Kim ekan? Stan. Maya va Nancy qatordagi yagona qizlar. To'g'rimi? Va Nancyning oldida ham orqasida ham bitta bola borsa, Nancy 3-o'rinda bo'ladi. Oldida ham orqasida ham bitta bola bor. Demak, ikkinchi o'rin kim? Jack. Maya qiz bola, Nancy qiz bola. Oldida ham orqasida ham bitta o'g'il bola bor. Uchinchi o'rin so'ragan uchun to'g'ri javob Nancy. S javob bo'ladi. Jack qo'ysang Nancy 2 bo'lib qoladi. Unda Nancyning old tomonida bitta bola bo'lmaydi. Bola degani o'g'il bola tushunilyapti. 22.
Quyidagi shakllardagi sonlar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni aniqlash so'roq o'rniga son toping. 24 ga 12 ni qo'shsangiz 36, 6 ning kvadrati. 23, 26, 49 bu 7 ning kvadrati. Shuning uchun to'g'ri javob B javob bo'ladi. Yigirma uch. 1 dan 9gacha raqamlar yozib chiqilyapti. Bitta blokda 45 ta son bo'ladi. 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 va hokazoda. 9 9 9 dan 9 ta. Endi 1 dan 9gacha nechta son bor? 45 ta. Demak, har bitta blokda 45 ta son bo'ladi, to'g'rimi? 1953 ni bo'laman nechiga? 195 4 ta bor. Bunun ichida nechta bor? 3 ta bor. 18 qoldi. 18-o'rin topaman, qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Demak, 18-o'rinda nima bor ekan? To'g'ri javob C javob bo'ladi. Tushundinglarmi? 24 sanab chiqsak 40 ta bo'ladi. 24. Agar bitta kubning qirrasi 1 cm bo'lsa, shaklning hajmini toping deyapti. Diqqat qiling, sanashda oson usulga o'taman. Sanashda oson usulga o'taman. Qaranglar, hamma qarasin. Mana bu 1 mi? Mana bu yerda 4 to'r bor. Ko'rdinglarmi? Demak, 1 4 to'r qo'shilgan. Endi ikkinchi qatorga o'taman. 1 mi? Mana bu 3 orqasi to'r. Ko'rasizlarmi? Nima uchun mana buni 3 deyapman? Chunki mana to'rdan bitta pastda. Shuning uchun 1 3 to'r bo'ladi. 1 2 5. Ha, 3-chi qator, 1 2 4 da. 1 2 4. Keyin 1 2 5. Va yana bitta 1 2 5. Xo'p, 1 ga 4 5 9 10 13 17 18 20 24 25 27 32 32 ga 1 33 33 ga 7 ni qo'shsam jami 40. Tushundinglarmi? To'g'ri javob 40 bo'lar ekan. To'g'ri javob B javob edi. Kim tushunmadi? 25. Demak, mana eng oson savol. Shuni kim xato qilgan 25 ni? Kimda xato 25? Hech kimda xato yo'qmi? Xo'p, qaranglar. Bizga aytayapti, birlar xonasidagi son bilan 10 minglar, ya'ni o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar xonasidagi sonlar yig'indisi topilyapti. 13. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. 26. 1 dan 132gacha sonlar yozib chiqilsa, necha qancha son bo'ladi? Shuni kim xato qilgan? 26 ni kim xato qilgan? 1 dan 9gacha olamiz. 9 ta bor, to'g'rimi? Bir xonali. 10 dan 99gacha hamma sonlar 90 ta. Lekin 2 ga ko'paytiramiz nima uchun? 2 xonali bo'lganligi uchun. 100 dan 132gacha 33 ta bor. 3 ga ko'paytiramiz. Nima uchun? 3 xonali bo'lganligi uchun. 9 180 va 99 ni qo'shamiz. 288 ta bo'ladi. Tushundikmi? Raqamlarni shunaqa solib chiqaramiz degan edim. 27 kimda xato? Agar eng katta 3 xonali son deyapti. Eng katta 3 xonali son necha? Undan eng katta 2 xonali sonni ayir deyapti. Va hosil bo'lgan natijani 4 ga bo'l deyapti. 25.
225 dan 25 ni ayir deyapti. Bunachi necha yosh? 200 yosh bo'ladi. Tushunarlimi? 28. Nega? Nega? Videoga qarab aytgan nima bo'ldi? To'g'ri javob belgilagansan, lekin tashlab ketgansan. Erta imtihonni mana shunaqa qilsang nima bo'ladi bilasanmi? Bu ishing yaxshi emas, uka. Raqamlar turli bo'lib, tarkibida 0 raqami bor bo'lgan eng katta 5 xonali son deyapti. 9, 8, 7, 6 va oxiriga 0 qo'yamiz. Va yuzar xonali raqam 7 bo'lgan, lekin eng kichkina bo'lgan. To'g'ri xonali sonimiz 1702. 9, 7, 0, 5, 8. Ha, aytsak to'g'ri. 97 dan 58. Yigirma to'qqiz. Da, 29 kimda xato? Menda. Sizdachi? Birinchi xonaga 4 ta raqamdan o'zi 5 ta raqam, lekin 0 yozish mumkin emas. Shuning uchun 4 ta qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi xonaga endi bitta raqam yozib bo'ldik. Bitta raqam yozib bo'ldik, shuning uchun yana 4 ta yozishimiz mumkin. Raqamlar takrorlanmasin degan. Bu yoqqa 3 ta yozasiz. 8. 30-savol esa B javob. Ko'pchilik xato qiladigan joyni aytaman. 11 ta o'quvchi 11 ta muzqaymoq 11 sekundda yesa, 9 ta o'quvchi 9 ta muzqaymoqni ham 9 sekundda deb o'ylaydi. Vaholanki unaqa emas. Chunki 11 ta o'quvchi 11 ta muzqaymoqni yeyish uchun 11 sekund vaqt sarfladi degani, bitta o'quvchi bitta muzqaymoq yeydi. Va shunga 11 sekund vaqt sarflaydi. 9 ta o'quvchi 9 ta muzqaymoq yeganda ham bitta o'quvchi bitta muzqaymoq yeydi. Unda ham baribir 11 sekund bo'ladi.